Bu taxtalarni ko'ringlar, qanday terib taylagan. The life hack. O'zbekistonlik ustalarga. Ko'ryapsizlarmi? 1,5 metr naves qilgan, 1,5 metr, может 2 bo'lishi mumkin. 2 o'rtasiga 2 tomondan tergan, mana ko'ryapsizlarmi? 2 tomondan terib qo'yibdi. O'rtasi ochiq. Orasini ochib tergan, ham shamol kiradi, ham ko'k bo'lmaydi. Taxtalar. Ko'ryapsizlarmi? O'zbekistonlik hamkasblarga life hack. Ana shunday qilib taxtani quritsalaring bo'ladi. Mana sizlardan Yevropa qanday taxtani quritadi? Germaniyada. Germaniya o'z bu yer. Mana Yevro les taxta chiqaraydi-ku. Plarama deydi-ku. Shunaqa plarama bu yerda. Taxtani shunday quritadi. Mana bu yerga ham terib taylagan. Bu tomoni bizlar ham shunday qilaydik avval. Terib ustini yopib qo'yamiz. Bundan ko'ra bo'ynaga ko'rsatganim yaxshiroq. Mana bu tomonga o'zlarining uylari. Bu yerga ko'p odamlar solnishni panel qo'yadi. Tomini ko'ryapsizlarmi? Svet tortmagan, shundan svet ishlab chiqaradi bular. Foydalanadi. Bu yerda qo'ylari ham bor ekan. Ko'rinyaptimi? Qo'ton qilib qo'ygan, ip tortib. Вообще chiqmaydi. Bizlarning qo'ylarimiz bo'lsa agar buni ustidan sakrab chiqadi. Bizlarning qo'ylar o'zi professional bo'lib ketgan. Buni qaranglar mana. 60-70 santimetrga ip tortib qo'yibdi. Может svet ulagan bo'lishi ham mumkin. 12 volt qilib qo'yadi bular. O'zi ham bitta men ketyapman-da. Orqaga вообще katta mashina yo'q. Orqada 7,5 tonnadan oshig'i mumkin emasdi bu yo'lda. Boshqa yo'l yo'q edi-da. Bor edi-yu bir 60-70 kilometr uzoq bo'laydi. Shunga Allohga tavakkal qilib haydadim shu yo'ldan. Allohning o'zi panohida asrasin hammamizni.